Solig'ini to'lash kerak, tinch uxlash kerak. Tadbirkorga foydami o'zi, zararmi qo'shilgan qiymat solig'i? Tekinga ishlamaysiz, bizga daromad qilishingiz kerak. Tadbirkorlarning kayfiyatini ham 100 ga ko'tarib yubordi-da. Chunki bir dardga malham bo'ldi-da. 1 milliardlik chegarani oshirilgani bo'ldi. 5 milliard oborot qilgan tadbirkor kichik tadbirkor hisoblanmaydi. Shuning uchun ham xursand. Bu qaysi tadbirkorlar uchun juda foydali-yu, qaysi tadbirkorlar uchun noqulaylik tug'diradi? Hamma tadbirkorlik subyektlari uchun bir xil foydali bo'lmasligi mumkin. Alkogol va tamaki mahsulotlariga naqd pulda savdo qilishga ruxsat beriladi. O'zi qulay bo'lyaptimi tadbirkorlar uchun? Bu yaxshi yechimmi? Jarimalarga tushgandan ko'ra qonuniy solig'ini to'lab, shu dasturdan ro'yxatga o'tkazib ishlash oson bo'ldi. Qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasini vaqtincha to'xtatib turish degan joyi bor ekan. Tadbirkorlarni to'g'ri ma'noda shoshirib qo'ydi. Soliqchilar xafa bo'lib qolish holatlari bo'lmadimi? U azobda. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uzmed loyihasining ekspert fikri efirda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Akobir aka Shamsiyev. Assalomu alaykum. Akobir aka soliq bo'yicha juda ham kuchli mutaxassislar. Bugungi gapiradigan gaplarimiz tadbirkorlar uchun juda ham manfaatli bo'ladi deb umid qilganmiz. Akobir aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Qodir aka. Bugungi suhbatimiz juda ham dolzarb, juda ham xursandchilik paytlarida tashkil qilinayotgan bir suhbat hisoblanadi. Endi Uzmed loyihasini ichida mana shunaqa bir kichkina bir rukun qilganimizga ekspert fikri. Maqsadimiz tadbirkorlarga nimadir bir foydali narsani berish. Yaqinda bir farmon qabul qilindi muhtaram yurtboshimiz tomonidan. Tadbirkorlarni juda ham ayniqsa bir ulug' kunlarda, hayit kunlarda juda ham xursand qilardi. Hammamiz ko'rib turibmiz. Hozir ham ijtimoiy tarmoqlarda bir trendda turgan mavzulardan biri hisoblanadi. Tadbirkorlar juda ham bir katta xursandchilik bilan qabul qildi. Shu o'rinda mana shuni bir maqsad qildikki, farmonda mazmun mohiyatini bir oddiy, bir sodda tilda bir xalqimizga, ya'ni tadbirkorlarimizga yetkazsak, o'ylaymanki maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zi bu farmon nimasi bilan ahamiyatli ekanligini, qaysi tadbirkorlik subyekti buning uchun juda ham katta xursandchilikka ega bo'ldi va ahamiyatli tomoni nimada? Shu doirada suhbatlashsak. Avvalo Akobir aka, men shu farmonga kirishdan oldin ba'zi bir savollar bilan bir suhbatga kirishib olsak-da. Mayli, bemalol. O'zi tadbirkorlar qanday turdagi soliqlarni to'laydi? Tadbirkor birinchi navbatda faoliyatini men maslahat berardim. Ya'ni o'zini o'zi band qilishdan boshlash kerak. Ya'ni o'zini o'zi band qilish bu tadbirkorlikda ilk pog'onasi hisoblanadi. Ya'ni yiliga bir marta bazaviy hisoblash miqdorini bir baravar, ya'ni 412 ming ijtimoiy soliq to'laydi. Bu ham ixtiyoriy. Agar bir yilda bir marta shu summani to'laydigan bo'lsa, unga 1 yillik staj beriladi. Keyin aylanmasidan 1% soliq to'laydi xolos. Bu tadbirkorlikni ilk boshlash uchun juda ham qulay birinchi pog'ona hisoblanadi. Aytaylik 100 million aylanmasida bor bo'lsa, 1 million so'm soliq to'laydi. Xuddi shunday. Ya'ni bu tadbirkorlikni endi boshlaganlar uchun og'irlik qilmaydi. Ikkinchi pog'onasi yakka tartibdagi tadbirkor. Bu o'zini o'zi band qilishdan ko'ra ancha mukammalroq hisoblanadi. 5 nafargacha xodim yollash mumkin yoki bo'lmasa hunarmandlarga hatto 10 nafargacha shogird yollashga ham ruxsat beradi. Bunda har oyda bir bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni 412 ming so'm ijtimoiy soliq to'laydi. Bu majburiy to'lov. Bundan tashqari bular ham aylanmasidan 1% soliq to'laydi. Ya'ni mana tadbirkorlikni zalvori ham ozgina oshdi va uni mas'uliyati ham oshdi. O'zini o'zi band qilishda hisob raqam ochishga ruxsat berilmaydi. Faoliyat turlari ham 50-60 taga chegaralangan. Yakka tadbirkorlikdagi 100 tagacha faoliyat turi bor. Ya'ni oz chegaralar bor. Xodim soniga, faoliyat turlari bo'yicha. Endi 3-pog'onaga o'tamiz. Bu keng spektrga ega bo'lgan faoliyat turlarini qamrab oladi, yuridik shaxslar deb nomlanadi. Bunga kimlar kiradi? Oilaviy korxonalar, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar, xususiy korxonalar va boshqa shakldagi tadbirkorlik subyektlari kiradi. Bularga ham endi faoliyatni ilk boshlagan davrida o'zini tanloviga ko'ra aylanmadan olinadigan soliqni tanlash mumkin. Bu aylanmadan 4% soliq to'laydi xolos. Keyin bank aylanmasi endilikda bo'ldi. 31-maygacha 1 milliardgacha aylanma soliq to'lardi. 1 milliarddan keyin qo'shilgan qiymat solig'iga o'tardi. Ya'ni tadbirkorlik subyekti faoliyati yiriklashib bergandan keyin soliq turlari ham ko'payib boradi. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar
12% qo'shilgan qiymat solig'i, 15% foyda solig'i to'lashga o'tadi. Ya'ni qisqacha ketma-ketlik shunaqa pog'onalari tadbirkorlik shulardan iborat. Endi qonuniylik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, tadbirkor to yirik tadbirkor bo'lguncha muhitga moslashib borar ekan, to'g'rimi? Birinchi o'zini o'zi band qilib, yakka tartibdagi bir o'zi tadbirkor bo'ladi, hech qanaqangi xodim olmaydi va qonuniy tarzda o'zini ish faoliyatini amalga oshiradi. Ikkinchi bosqichga o'tgandan keyin bir jamoaviy bo'lib ishlashga imkoniyat yaratiladi, to'g'rimi? Ya'ni 4 nafarmi, 5 nafargacha xodim qabul qilib, o'zi bilan demak 6 nafar bo'lib bir jamoa bo'lib ishlash imkoniyati berilyapti. Keyinchalik esa yuridik shaxs tashkil qilib, yana qo'shimcha tarzda shartnoma asosida ishlaydimi, umuman keng qamrovli faoliyat yuritadi. Faoliyat turiga cheklov yo'q. Endi bu yerda bitta savol tug'iladi. Mana yakka tartibdagi tadbirkor sifatida yoki mana o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida aytaylik, hozir ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlanib ketdi. Blogerlik faoliyatlari ham bor. Blogerlik faoliyatlarida ham agar auditoriyasi juda keng bo'lsa, o'zimiz ko'rib turibmiz. Reklama faoliyati bilan ham shug'ullanayotgan blogerlarni bilamiz biz. Asosiy daromad manbai aytaylik reklama faoliyati bo'ladigan bo'lsa, aytaylik u reklama beruvchi korxona agar katta yirik korxona bo'ladimi yoki o'rta korxona bo'ladimi, hisob raqam bilan ishlaydigan imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda qanday oldi-berdi amalga oshiriladi? Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Korxonamiz soliq maslahatlari shu bilan birgalikda buxgalteriya xizmatlariga ixtisoslashgan Akoshams Consulting. Faoliyatim davomida aynan yakka tadbirkor blogerlarni ham buxgalteriyasini yuritamiz. Ular qanday ishlaydi? Umumovqatlanish tashkilotlari bilan yoki bo'lmasa ishlab chiqaruvchilar bilan shartnoma qilib, belgilangan miqdorda har oylik tushumlarini bankka yo'naltiriladi va yuqorida aytganimizdek aylanmasdan 1% solig'ini to'laydi, ijtimoiy solig'ini to'laydi. Ishlab kelyapti, ya'ni shartnomaga asosan hammasi qonuniy. Agar og'zaki yoki bo'lmasa yakka tadbirkor bo'lmasdan bloger bo'lib ishlayotgan bo'lsa, ular yiliga bir marta shu o'zining daromadini ko'rsatib, soliq organiga deklaratsiya taqdim etish kerak bo'ladi. Endi qarang, shartnomaviy munosabatlarda qanday amalga oshiriladi? Bu naqd pul ko'rinishida shartnoma qiladimi? Aytaylik, bitta o'sha ishlab chiqaruvchi, qurilish mollari ishlab chiqaruvchi bo'ladimi yoki mana bu umumiy ovqatlanish tipidagi tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini bir reklama qilib berish holatlari bo'lganda, aytaylik, o'zini o'zi band qilgan shaxs bankda hisob raqami ochilmaydi. Bunday holatlarda qanday naqd pulli ko'rinishda xizmat ko'rsatadimi yoki sizga o'xshagan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan shartnoma tuzadimi? Mana aytaylik, shartnoma asosida bo'ladigan oldi-berdi harakatlarida. Agar o'zini o'zi band qilgan blogerlar bo'ladigan bo'lsa, bular ham shartnoma qiladi. Yuridik shaxs bank o'zini bank hisob raqamidan ularni plastik raqamiga shartnomaga asosan pul ko'chirish mumkin. Faqat to'lov maqsadida soliqlarini yuridik shaxs to'lab beradi. Shunaqa javob. Ya'ni bir 100 million ko'chiradigan bo'lsa, uni soliqlarini yuridik shaxs to'lab beradi. Ushlab qolib, qolgan summasini plastik kartasiga ko'chirib beradi. Naqd pulsiz ko'rinishda bo'ladi. Demak, eng maqbul yo'l yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, bankdan hisob raqam ochib, mana shunday ko'rinishda bo'lsa, demak, to'g'riroq yechim bo'ladi. Endi solig'ini to'lash kerak, tinch uxlash kerak. Muammo bo'lmaydi. Endi qo'shilgan qiymat solig'iga bir to'xtaladigan bo'lsak. Akbar aka, ba'zi holatlarda hattoki men ham tushunmayman. Qo'shilgan qiymat solig'i nima ekanligini. Bu tadbirkorga foydami, o'zi zalal?mi qo'shilgan qiymat solig'i? Juda ko'pchilik oxirgi paytlar tadbirkorlar hozirgi kunda ham standart holatda 12% qo'shilgan qiymat solig'i to'layapti. Mana yangilangan hozir farmonga ham yetib kelamiz. Juda katta bir imtiyozlar berilyapti. Teng yarmidagi, ya'ni 6% miqdorida soliq, qo'shilgan qiymat solig'i belgilanyapti. O'zi qo'shilgan qiymat solig'i nima ekan? Shuni bir sodda bir tilda tushuntirib bersangiz. Nomidan ham ma'lum. Qo'shilgan qiymat solig'i, ya'ni raqamlarni ifoda qilib beraman. Misol uchun siz 1 million so'mga qo'shilgan qiymat solig'i bilan mahsulot olib, uni biznes nima uchun yuritasiz? Daromad olish uchun. Demak, ustiga savdo ustamasiz qo'shasiz. 1 million olganingizdan keyin uni 20% ustama qo'shib sotasiz. Chunki nima deydi, tekinga ishlamaysiz, bizga daromad qilishingiz kerak. Ana shu 1 million so'mlik mahsulotingizni 1 million 200 qilib sotadigan bo'lsangiz, ustiga qo'shgan qiymatingizdan, qarang, qo'shilgan qiymat 200 ming so'midan. Ana shunday, qo'shilgan qiymat ustida, ya'ni 200 ming so'mdan 12% ni to'laysiz.
Bu ancha qulay bo'ladi. Aylanma soliqda esa jamiki tushgan shu 1 million 200 agar tushadigan bo'lsa, hisob raqamingizga hammasidan 4% to'lash kerak bo'ladi. Ya'ni qo'shilgan qiymat foydaliroq. Shuning uchun yurtimizda ham hukumatimiz harakat qiladiki, qo'shilgan qiymat solig'i zanjirini uzmaslik. Ya'ni barcha tadbirkorlar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi bo'lsa, xarajat kam bo'ladi. Mana shu yangi qabul qilingan farmon ham 6% bo'lsa ham ularni qo'shilgan qiymat solig'i zanjirini to'laligini tasdiqlash uchun qilinyapti. Demak bu juda ham ancha foydaliroq ekan. Shunday foydaliroq. Chunki tadbirkorlarda mana noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladi. Barcha soliqliklardan tashqari yana men umumiy holatdagi yana 12% plus to'lasam bu qanaqa foyda ko'raman degan bir qo'rquvlar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi bilan ishlayotgan tashkilotlar uchun rosa foydali. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi xarid qilayotgan mahsulotlarini mana zavod, fabrikalar, yetkazib beruvchilar barchasi qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi bo'ladigan bo'lsa, bu tashkilotimiz uchun rosa foydali bo'ladi. Ya'ni o'zi agar 10% qo'yishsa, 10% ni ustidangina 12% to'laydi. Balki 1% qo'shadi, balki 5% qo'shadi. Ya'ni o'zi qo'shgan qiymatidan 12% to'laydi. Bu juda ham oson hisoblanadi. Demak, buni yaxshi tushunib olsa tadbirkor, buni foydasini agar bir bilsa, demak qo'shilgan qiymat solig'ida ishlayman degan istaklar ko'proq bo'ladi. Buni faqatgina bir ochiq, mana sodda tilda tushuntirib berish kerak hammaga. Endi Akobir aka, hammamizga ma'lumki, mana joriy yilda mana Qurbon hayiti arafasida bu juda katta bir quvonchli bir yurtboshimiz tomonidan farmon qabul qilindi. Shu yilda 26-may sanasida 100-sonli farmon. Endi tadbirkorlarning kayfiyatini ham 100 ga ko'tarib yubordi-da, farmonni to'g'ri aytasiz. Soniga emas, to'g'rimi? Shunday. Keling, mana shu farmonning eng ahamiyatli tomoni nimada ekanligi haqida gapirib o'tsak, o'zi tadbirkor uchun eng foydali, eng ahamiyatli tomoni nimada bo'ldi? Akobir aka, o'zingiz ham soliq mutaxassisi bo'lsangiz, bu bitta plyus bo'lsa, ham tadbirkorsiz. Tadbirkorni ham xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi tadbirkorsiz. Sizga nima foyda bo'ldi bu farmon? Eng avvalo shu farmon qabul qilingandan so'ng tadbirkorlarning kayfiyati ko'tarilib ketdi. Chunki bir dardga malham bo'ldi-da. Xuddi bir qurg'oqchilik kelgan joyga bir suv qo'yadigan bo'lsa, qanaqa bir qoniqib, yaxshi kayfiyat bilan qabul qiladi-da. Shunaqa bir ko'tarinkilik bilan maza qildi. Ya'ni tadbirkor harakat qiladi baribir kamroq soliq to'lashga. Ya'ni qonuniy kamroq soliq to'lashga harakat qiladi. Ko'proq foyda qilishga. Asosiy maqsad shuda. Bu yerda ham o'zim shaxsan juda ko'tarinki ruhda kutib olganim 1 milliardlik chegarani oshirilgani bo'ldi. Ya'ni ushbu 1 milliardlik chegara aylanma 1 yil davomida 1 milliarddan oshadigan bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i to'lashga o'tib ketish kerak edi. Bu me'yor 2020-yilda joriy etilgan. Oradan 6 yil o'tdi. O'sha davrdagi 1 milliard bilan hozirgi 1 milliard so'mni farqi juda ham katta. Ya'ni tadbirkor uchun juda oson bo'lib qoldi-da, 1 yilda 1 milliard oborot qilish. Shunday, 1 milliardlik pog'onaga yetib borish juda ham tezlashdi, juda ham oson bo'lib qoldi. Shunda tadbirkorlar faoliyatini bo'lib yuborishga yoki filial qilishga yoki bo'lmasa 2 ta, 3 ta yo 4 ta, 5 talab korxona ochishga xohlab qoldi-da, o'sha cho'chish boshlandi. Endi mana ushbu farmon bilan bazaviy hisoblash miqdorining 12,000 baravari, bu qariyb 5 milliard so'm bo'ladi. BXM ga bog'lab qo'ygani ham yaxshi bo'lgani, qachonki bazaviy hisoblash miqdori oshsa, shu miqdor oshib boradi. Ya'ni bu rosa adolatli qabul qilingan. Demak, aynan bitta chegarani qo'yib qo'ymadi-da, 5 milliard yoki 4,5 milliard sifatida qo'yib qo'ymadi. Bazaviy hisoblash miqdoriga qo'yib qo'ydi, 12,000 baravar. Bu juda ham yildan yilga yana shu masalaga qaytib kelinmaydi. Ya'ni aytadi-ku, mana bugungi 1 so'm ertagi 1 so'm bilan farq qiladi. Mana yillar o'tsa, demak bu miqdor ham oshib boradi. Balki 5,5, 6, 7 milliardga qarab ketaveradi. Endi tadbirkor ushbu chegaraga yetish uchun ancha joy bor. Ya'ni 5 milliard oborot qilgan tadbirkor kichik tadbirkor hisoblanmaydi. Ko'nikib boradi, daromadi ham oshib boradi. Sekin-sekin mana 6% likka yoki bo'lmasa 12% qo'shilgan qiymat solig'iga ko'nikib boradi o'tishga. Bu eng katta yangilik deb hisoblayman. Shu bilan birgalikda farmonda juda ham ko'plab imtiyozlar keltirib o'tilgan. Misol uchun, men do'stona suhbatga oldin chaqirganingizda ham aytib o'tganman, xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish yo'nalishi uchun qo'shilgan qiymat solig'i og'irlik qilayotgani haqida aytgan edim. Bu narsa nafaqat men tomonidan, keyin boshqa juda ham ko'plab ekspertlar tomonidan aytildi.
va bu narsa nima deyman, savdo sanoat palatasida yoki bo'lmasa hukumat darajasida ochiq muloqotlarda ham aytildi va bu narsani hukumat eshitdi. Shuning uchun ham xursand, ya'ni aytilgan muammosiga yechim topildi. Shuning uchun savdo, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish sohasi uchun 2026-yil 1-iyundan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i 6% qilib belgilandi. Ya'ni teng 2 ga qisqartirildi. Shu bilan birgalikda foyda solig'i 0% qilib belgilandi va foyda solig'i bo'yicha hisobot topshirish majburiyati ham olib tashlandi. Bu tadbirkorlar uchun juda ham katta yangilik. Aka keling, mana shuni eng bir ahamiyatli qilib tushuntirsakda, haqiqatdan ham foyda solig'i 0 qilib tushirilyapti. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i teng yarmiga, ya'ni 6% ga tushirilyapti. Bu qaysi tadbirkorlar uchun juda foydali bo'ldi va qaysi tadbirkorlar uchun noqulaylik tug'diradi? To'g'ri, ushbu me'yor hamma tadbirkorlik subyektlari uchun bir xil foydali bo'lmasligi mumkin. Misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz umumiy ovqatlanish tashkilotisiz. Mijozlaringizda, ya'ni olayotgan mahsulotlaringiz ichida qo'shilgan qiymat solig'i yo'q yoki juda kam bo'lsa, yoki bo'lmasa bozordan, dehqon xo'jaliklarida mahsulot olasiz. Ular qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi emas. Jismoniy shaxslardan mahsulot olasiz yoki boshqa xarid qiladigan joylaringiz ham aylanma to'lovchi. Mana shular uchun 6% lik qo'shilgan qiymat solig'iga o'tish rosa foydali. Ya'ni zachot deydi xalq tilida, hisobga oladigan qo'shilgan qiymat solig'i umuman yo'q yoki jami aylanmasini juda ham kamroq qismini tashkil qiladiganlar uchun foydali. Ayrim umumiy ovqatlanish korxonalari yoki xizmat ko'rsatish korxonalari yirik miqdorda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilardan mahsulot oladi. Ya'ni yuqorida aytganimdek, ularda qo'shilgan qiymat solig'i zachot qismi yig'ilib boradi. Aytaylik, ba'zilari supermarketdan oladi. Shunday, supermarketdan oladi yoki bo'lmasa shunaqa yetkazib beruvchi tashkilotlar, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi, ichimliklar, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi, alkogol mahsulotlari va boshqa mahsulotlar, ya'ni tizimlashtirilgan, hammasi avtomatlashtirilgan yuridik shaxslardan oladi. Juda kam qismini bozordan yoki boshqa joyda olish mumkin. Mana bular uchun standart 12% lik qo'shilgan qiymat solig'ida qolgani foydali. Ya'ni bu yerda korxona rahbari, korxona ta'sischisi, bosh hisobchi, moliyachi, iqtisodchilari o'tirib 1 oylik yoki kvartalda aylanmalarni tahlil qilib chiqadi. Qani qo'shilgan qiymat solig'ini ulushi qanaqa? Ya'ni soliq yuqi qancha tushyapti? Agar 12-13% tushadigan bo'lsa, bular uchun 6% likka o'tgani foydali. Agar yo'q, shu holatda standart qo'shilgan qiymat solig'i to'lash vaqtida ham ularga 6% va undan past tushadigan bo'lsa, shu o'zini soliq solish tizimida qolgani yaxshi. Buni ixtiyoriy qilib qo'ygan. Foydali tomoni. Agar sizga foydalimi o'tasiz, foydasi bo'lmasa, o'zingizda soliq to'lash tizimida qolaverasiz. Demak, xohlasa 6% likka o'tadi, ishlaydi, 1-2 oy ishlaydi. Demak, foyda bo'lmayotganda yana standart 12% likka o'tish imkoniyati bor. Hech qanaqangi bu yerda to'siq yoki nima yo'q. Shunaqa chiroyli tomoni shundaki, qo'shilgan qiymat solig'i mana 6% soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tish ixtiyoriy qilib qo'ydi va orqaga qaytishni ham ixtiyoriy qilgan. Ya'ni tadbirkor qo'rqmaydi. Bir qadam oldinga tashlab og'ir bo'ladigan bo'lsa, yana standartga qaytishga qo'rqmaydi. Ya'ni bu tadbirkor uchun rosa qulay. Alkogol va tamaki mahsulotlarida bilasiz, bir tartib o'rnatilgan ediki, alkogol va tamaki mahsulotlarini naqdsiz xarid qilishga berilgan edi. Hozir farmonda yana ham yengillashyapti. Umumiy ovqatlanish xizmatlarida va servis xizmatlarida mana shu mahsulotlarni naqd pulga ham xarid qilish imkoniyatlari berilyapti, menimcha, to'g'rimi? Shunday. Bu haqda ham bir fikrlaringiz bo'lsa. 246-sonli qarorga asosan ayrim mahsulotlar barchasi, ya'ni naqdsiz ko'rinishda savdo qilinishi joriy etilgan edi, xabarlaringiz bor. Bu bo'yicha juda ham ko'plab yig'ilishlar bo'ldi. Mana shu savdo sanoat palatasida, keyin tadbirkorlik huquqlarini himoya qiluvchi vakil huzurida shu yerda taklif bildirildiki, ayrim mana chet ellik mijozlar kelgan payt qo'lida naqd pul bor. Buni qaytarish adolatsizda endi. Bizni yurtimizga mehmon bo'lib kelgan mijozga kechirasiz, biz naqd pul qabul qila olmaymiz deyish, bu yurtimiz imijiga, ya'ni nima deydi, ta'sir qilish mumkin. Yoki bo'lmasa mijoz doim haq degan tushuncha bor. Nima deydi? Klient всегда прав. Ya'ni mijoz kelib sizga naqd pul beraman desa, siz karta qilib keling yoki kartaga solib keling desangiz, ozgina noqulay bo'ladi. Shuning uchun aynan shu yonib turgan joylari uchun
umumiy ovqatlanish tashkilotlarida aynan alkogol va tamaki mahsulotlari uchun naqd pul qabul qilish joriy etildi. Balki keyinchalik boshqa mahsulotlarga ham balki ruxsat berish mumkin. Bu juda ham nima deydi, muhokama, shov-shuvli muhokama bo'lgan yo'nalish. Endi noto'g'ri bo'ldi ham deya olmaymiz. Chunki ayrim yo'nalishlarda yashirin iqtisodiyotga yo'l ochib berish holatlari bor edi. Bu endi tahlil qilinadi. Qarorlar yildan-yilga o'zgartirish xususiyatiga ega. Kelajakda yana kuzatib boramiz. Hozircha umumiy ovqatlanish korxonalari uchun alkogol va tamaki mahsulotlariga naqd pulda savdo qilishga ruxsat berilyapti. Umumiy ovqatlanish korxonalarida deylik, mana bu xodimlarga yashirin iqtisodiyot deymizmi yoki mana bu konvertda haq to'lash tizimlarini joriy yo'q deb bo'lmasdi-da, misol uchun. Mana bu farmonda aks etyaptiki, mana mehnat tashkilotlari tomonidan oddiy bir mobil ilovosi bilan shu kunda o'zidayoq rasmiylashtirilib, shu kunda o'zidayoq haq to'lash tizimlari oddiy bir shaffof qilib qo'yildi. Bu qanday kechdi deb o'ylaysiz, mutaxassis sifatida? Talabga qarab taklif bo'ladi. Bu yerda ham endi nima deydi, iqtisodiyot bu nima deydi, bir jonli jarayon, jonli bir organizm desa ham bo'ladi. Misol uchun organizmimizda bir joyingiz og'risa dori ichasizda yoki ekspertdan ruxsat, mutaxassisdan so'rab qayerda og'riq bor, shunga yechim topiladi. Iqtisodiyot ham shunaqa narsa. Dard bor edimi? Dard bor edi. Ya'ni mana aynan umumiy ovqatlanish korxonalarida xodimlar qonimsizligi o'ta yuqori. Ayrimi bir kunda ishlaydi. Balki yarim kun ishlash holati ham bo'ladi. Balki bir hafta, 10 kun shunaqa qonimsizlik ko'p edi. Buni qonuniylashtirishga nima ta'sir qiladi? Tizimning murakkabligi. Uni may mehnatga kiritish kerak. Kimdir u ketganini bilmay qoladi, bo'shatish kerak, oylik siqish haqi yozish kerak, hisobotlar oylik oy tugagandan keyin bo'ladi, qaysi xodim qolib ketadi, murakkabligi rosa ko'p edi. Endi bu juda ham oson bo'lyapti. Ya'ni shu mehnat vazirligini mobil ilovasiga xodimning pasporti bor, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini kiritadi, barcha ma'lumotlari kiradi. Keyin u xodim balki talaba bo'lishi mumkin. Talabalar 1 oy, 2 oy ishlaydi, 3 oy ishlashi mumkin ta'til vaqtida. Yoki bo'lmasa bir haftalik ishlashi mumkin, balki 1 kunlik ishlashi mumkin. Xodimning ma'lumotlarini kiritib, knopkani bosadigan bo'lsa, xodim rasmiy ishga joylashadi va u ketadigan bo'lsa, ish haqini berib, ish haqlari ko'rsatiladi, bosadi. Bu dasturda avtomatik ko'riladi. Ya'ni juda qulay bo'ldi. Ya'ni ishga olish va bo'shatish juda qulay bo'ldi. Va bu tadbirkorlik subyektlariga norasmiy ishchi ishlatib jarimalarga tushgandan ko'ra qonuniy solig'ini to'lab shu dasturdan ro'yxatda o'tkazib ishlash oson bo'ldi. Yana bosh og'rig'i yo'qoldi deng. Shuning uchun juda ham bir qulay bo'ldi, qulaylik bo'ldi. Shu dardga yechim berildi. Shuning uchun tadbirkorlar buni juda ham ko'tarinki ruh bilan qabul qilib olishdi. Umumiy ovqatlanish korxonalarida qo'shilgan qiymat solig'ini 40%ni hech qanday to'siqlarsiz qaytarib berish ko'zda tutilyapti. Buni bir mutaxassis sifatida bir tushuntirib bersangiz, bu qanday bir ahamiyatli tomoni bo'ldi? Oldin tizimda qanday bo'lgan-u, farmondan keyin tadbirkorlar uchun, ya'ni cho'ntagi uchun ham hammasi uchun qanday bir foydali jihat bo'ldi? Aynan ushbu o'zgarish tadbirkorlik subyektlarini keng ommasi uchun ushbu imtiyozdan foydalanishga yo'l ochadi. Ko'pchilik tadbirkorlik subyektlarida oldin ushbu me'yor bor edi. Jami aylanmadagi naqdsiz tushumlarning ulushi 40% va 60% dan yuqori bo'lish kerak edi. Ushbu me'yorlarni olib tashlayapti. Endilikda umumiy ovqatlanish tashkiloti jami tushgan tushumingizdan tasavvur qiling, bir oyda 100 million tushum bo'ldi. Shuni 40 million so'mini davlat sizga qaytarib beradi. Agar bir oyda 500 million tushum bo'ladigan bo'lsa, bu 200 million so'm bo'ladi. Ushbu summaga siz yangi oshxona jihozlari olasiz. Biznesingizni kengaytirasiz. Xodimlarni ishlash sharoitini yaxshilaysiz, oyliklarini oshirasiz. Ya'ni davlat tomonidan foizlarsiz subsidiya desam bo'ladi. Hech qanaqa talab yo'q. Demak, qaytarishga. Oldinlari qanaqadir bir talablar bor edimi? Misol uchun aytaylik, oddiy sodda tilda tushuntirib beradigan bo'lsak, aylanmasida 100 million tushum bo'ldi deylik. Shundan aytaylik, ma'lum bir miqdorini naqdsiz amalga oshirishi belgilab qo'yilganmidi? Oldinlari 40% yoki 60% dan yuqori qismi naqdsiz ko'rinishda bo'lsa, ushbu imtiyozdan foydalanardi. Ko'pchilik tashkilot buni nima deydi, protsentini ushlay olmaydi
balki 35% bo'lib qolardi, balki 45% bo'lib qolardi. Endi mana shu chegara olib tashlandi. Endi tadbirkor hisob kitobida shu narsani aniq biladiki, 100 million aylanma qildim, 40 million kistamda bor deb tasavvur qiladi. Shunaqa. Demak, bu ham yaxshi-da. Yaxshilikka bo'ldi. Hech qanaqa bosh og'riqsizda. Bosh og'risi. Yana bitta joyi bor ekan, shuni ham bir tushuntirib ketsangizda, qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasini vaqtincha to'xtatib turish degan joyi bor ekan. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Qo'shilgan qiymat solig'ini guvohnomasini to'xtatib qo'yish tadbirkorlik faoliyatini to'xtatib qo'yishga olib kelardi. U kontragentlar bilan ishlay olmaydi, faktura taqdim eta olmaydi va buni ochish uchun ham ovoragarchiliklar bo'lardi. Uni soliq idorasiga murojaat qilasiz, uni nima uchun yopilganligi sababini qidirasiz. Oradan 10, 15, 20 kungacha vaqt ketib qoladi. Endi nima bo'lyapti? Jazolab keyin sababini aniqlash emas, balki sababini aniqlab keyin yopish mexanizmiga o'tyapti. Bu ayrim nohalol yoki insofsiz soliq to'lovchilar uchun qulay bo'ldimi deyishingiz mumkin. Yo'q, soliq organlarining dasturiy mahsullari shunaqa avtomatlashtirilgan, sun'iy intellekt joriy etilgan nohalol yoki yashirin iqtisodiyotga moyil bo'lgan tadbirkorlik subyektlarini shu elektron fakturalari doim nazorat qilib turiladi. Ular uchun faoliyatini, ya'ni turli xil usulda tekshirish masofadan amalga oshiriladi. Ya'ni nohalol tadbirkorlik subyektlari uchun tekshirishlar o'sha holatda qoldirilgan. Ularning faoliyati doim nazoratda. Ularni shu qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasi to'xtatib turish ham amalga oshiriladi. Bu yerda nima deydi? Halol soliqni vaqtida to'laydigan tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini asossiz to'xtatib qo'yishini oldini olish uchun qaratilgan shu mezon. Akbar aka, mana siz soliq organlarida ham ishlagansiz, mutaxassissiz, juda ham katta bir taassurotga egasiz. Bugungi bu tizimga o'tishda endi inson omilisiz deyapti. Hammasini axborot texnologiyalari tizimlari amalga oshiriladi. Bugungi kundagi bizda axborot texnologiyalari tizimlarimiz mana shu narsaga tayyormi? Aynan soliq tizimida 2007-yildan 2024-yilgacha faoliyat ko'rsatganman, 17 yil. Bundan tashqari 4 yil aynan soliq tizimida axborot texnologiyalari bo'limida ishlaganman. Aytmoqchi bo'lganim, soliq idoralarining axborot tizimlarini qudrati qanchalik ekanligini ichidan bilaman. Hozir kecha kunduzgacha kuzatib boraman. Sun'iy intellekt joriy qilingan. Hatto mana O'rta Osiyoda sanoqli deb bitta deb aytishim mumkin, ma'lumotlarni qayta ishlash bazasi bor. Yoki bo'lmasa u yerga super kompyuterlar qo'yilgan. Aynan IT yo'nalishi soliq idoralarida eng yuqori o'rinlardan birida deb hisoblayman. Shuning uchun shu o'zgarishlarni qo'llay olish va yurib ketish uchun soliq idoralarida barcha texnik ta'minotlar, dasturiy mahsullar yetarli va qo'ldan keladi deb o'ylayman. Akbar aka, endi biz mana farmonda o'zi ikkita katta maqsad qo'yilgan ekan. Tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashda ham iqtisodiy tarafdan qo'llab-quvvatlanyapti bu farmon, ham ma'muriy tarafdan qo'llab-quvvatlanyapti. Biz iqtisodiy taraflariga ozgina bo'lsa-da to'xtalib o'tdik. Endi ma'muriy taraflariga to'xtalib o'tsak. Yana bir ahamiyatli tomoni ushbu farmonni 2028-yil 1-yanvarga qadar soliq xavfini tahlil qilish dasturiy mahsuli bor. Ushbu xavf dasturi soliq organlariga signal beradi. Qaysi tashkilotda kameral nazoratni o'tkazish kerak, qaysi tashkilotda sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi. Endilikda bu qanday bo'lyapti? Ushbu farmonda 500 million so'mgacha bo'lgan ushbu xavf summalari bo'yicha soliq auditi o'tkazilmaydi. 100 million so'mgacha bo'lgan soliq xavfi mavjud tashkilotlarda sayyor soliq tekshiruvi o'tkazilmaydi. Ya'ni tadbirkorni jazolash emas, balki ularga o'zini kamchiliklarini mustaqil tuzatish imkoniyati berilyapti. Bu esa tadbirkorni davlatga bo'lgan ishonchini oshiradi, kutilmagan jarimalardan yoki qo'shimcha soliqlardan himoya qiladi va faoliyatini o'zi doim tekshirib boradi. Tasavvur qiling, 500 million kamchilik bo'lgan tashkilotda tekshirish o'tkazilsa, aytib bo'lmaydi, yana ustiga 500 million qo'shilishi. Endi tadbirkorlik subyekti kamchiligi bormi?
to'g'irlaydida mana shu jarimalardan, qo'shimcha soliqlardan qutulib qoladi. Bosh og'riqlardan qutuladida xullas. Tadbirkorga hozir hech narsa faqatgina tadbirkorlik faoliyatini qilish kerak. Agar bu yoqdan soliqda kamchiliklaringiz bor deb boshini qotiraversa, demak bu farmon tadbirkorlar uchun juda ham menimcha foydali, bir xursandchilik bekorga emas ekan, to'g'rimi? Sababi hayit kuni 27-kuni menimcha e'lon qilinib tadbirkorlar juda xursand bo'lgan bo'lsa, hozirgacha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatamiz, tadbirkorlar bir yaxshi kayfiyat bilan qabul qildi. Mana siz Akobir aka yana yuzlayapman sizga, ham siz mana konsalting, ya'ni xizmat ko'rsatuvchi tadbirkor sifatida o'zingiz mana shu farmonni qanday kutib oldingiz o'zi? To'g'risi o'sha jarayonni aytib beraman. 26-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa yangilik bo'lishi kutilyapti degan ma'noda chiqdi. Ya'ni qabul qilindi degan ma'lumot o'qimadik. 27-may kuni, hayit kuni ijtimoiy tarmoqlarda shu bomba yangilik portladi. Qabul qilindi. Matnini qidiramiz. Shaxsan o'zimni shaxsiy blog yuritaman. U yerda ham shu haqda ma'lumot qo'ydim. Ko'pchilik ishonmayapti. Yo'q deydi, farmonni tasdiqlanganini ko'rmasam ishonmayman deyapti. Ya'ni bu shunaqa bo'ldiki, xuddi mana topshiriqlarni yozib olasizda, birdaniga shu yurtboshimiz tomonidan imzolangan. Ya'ni bunaqa katta ma'lumot birdaniga chiqmagan. Yil davomida yangiliklar bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti, faqat uzoq muddatda bo'ladi. Bitta ikkita ma'lumot chiqadi. Bu yerda 4-5 yo'nalishda kompleks yangiliklar birdaniga chiqib, tadbirkorlarni to'g'ri ma'noda shoshirib qo'ydi. Ishonmadi ko'pchilik. Birinchi ma'lumot tasdiqlangan PDF shaklda chiqdi. Lexusda qidirsangiz ham chiqmayapti, internetda ham chiqmayapti. Sekin oradan 5-6 kun o'tgandan keyin tarmoqqa joylashtirildi. Hamma to'g'ri ishondik. Haqiqatan ham shunday ekan. Ayrimlari fake xabar deb o'yladi. Chunki mana ko'ryapmiz-ku, sun'iy intellektda odamlar nima qilmayapti. Balki buni ham kimdir yasadi deb o'yladi. Yo'q, bu narsa haqiqat va bu bo'yicha keyin tadbirkorlik subyektlari ishondi. Davlat tashkilotlari ochiq muloqotlar qilishni boshladi. Yo'q, haqiqatan ham shunday, ishoninglar dedi. Juda ham ko'tarinki ruhda kutib oldik. Men shaxsan o'zim ham aynan soliq maslahatchisi tashkilot sifatida qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi hisoblanamiz. O'zimizga zachotga oladigan joyimiz yo'q. Daromadimizdan har 3 oyda bir marta kvartalni 15% foyda solig'i ham to'lash kerak edi. Endi mana foyda solig'i to'lamaymiz. Bundan tashqari 6% qo'shilgan qiymat solig'i to'laymiz. Qolgan summani mana shogirdlarni ko'paytirishga yoki bo'lmasa yana xizmat turlarimizni oshirishga sarflaymiz. Shaxsan o'zim ham ushbu farmonni juda ham ko'tarinki ruhda kutib oldim. O'zi har yili yangilik kutamiz. Ichida o'ylab yuradi. Misol uchun 1 milliardlik oshirsa edi yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini tushirsa edi yoki bo'lmasa qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish berish masalasini ham aytib o'tmoqchi edim shu o'rinda. Yana bir muhim yo'nalish 2027-yil 1-yanvardan boshlab 10 million so'mgacha bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'ini avtomatik qaytarib berish yo'lga qo'yiladi. Bu bo'yicha soliq to'lovchidan arizasi ham talab etilmaydi. Shuningdek, soliq tekshiruvi ham o'tkazilmaydi. Bundan tashqari soliq qo'mitasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga shunaqa topshiriq berildiki, 2026-yil 1-oktyabrga qadar elektron fakturalarni tahlil qiladi, dasturiy mahsul, soliq hisobotlarini tahlil qiladi, xavf darajasini aniqlab, mana shu qo'shilgan qiymat solig'ini avtomatik ravishda qaytarib berish tizimi joriy etiladi. Bu soliq to'lovchilarni soliq organiga murojaatini kamaytiradi. Ya'ni kontakt yo'qoladi. Shaffof xizmat ko'rsatish boshlanadi. Ya'ni 10 milliongacha qo'shilgan qiymat solig'i avtomatik ravishda hisob raqamiga kelib tushib yotibdi. Shunday. Oldinlari maxsus arizalar yozilib, talabnomalar kiritilib, qanaqadir avoragarchiliklar bo'lardi, to'g'rimi? Shunday. Misol uchun, mana shu 10 million so'mni qaytarib olish uchun siz dasturiy mahsul orqali ariza yuborasiz. Bu bo'yicha 30 kun muddat ichida kameral soliq tekshiruvi o'tkaziladi. Agar kamchilik bo'lsa, bu summani qaytarib ola olmaysiz. 30 kungacha vaqt ketishi mumkin edi.
bo'yicha murojaat qilasiz, soliq organiga nimaga pulim tushmayapti murojaat qilasiz, ovogarchiliklar ko'p edi. Endilikda avtomatik qaytarib beriladi, hatto arizangiz ham talab etilmaydi. Undan katta summalar bo'yicha ham mana qarang, 2026-yil 1-oktyabrga qadar tizim ishlashi yo'lga qo'yilyapti. Katta summalar, masalan 1 milliard, 2 milliard, undan katta summalar bo'yicha ham siz qo'shimcha ariza berishingiz talab etilmaydi. Yoki bo'lmasa soliq organiga telefon qilib, balki iltimos qilishingiz ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni har taraflama bu yerda korrupsiyani ham oldi olingan bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Tadbirkorlik subyektlari endi oldingiga nisbatan bilimliroq bo'lish kerak. Tadbirkorroq bo'lish kerak. Takliflarni ayta olish kerak. Mana ushbu farmon misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu bir kunda bo'lgan narsa emas. Bu 1 yil, 2 yil, 3 yil davomida tadbirkorlik subyektlarimizda takliflari yig'ilib borib, mana bir ijobiy natija bilan chiqdi. Boshqa tadbirkorlik subyektlari yo boshqa sohalarda ham shunaqa uchrayotgan ayrim to'siqlar bo'ladigan bo'lsa, u takliflarni berish kerak. Mana yaqinda ham yurtboshimizning tadbirkorlar bilan navbatdagi ochiq muloqotiga tayyorgarlik bo'lyapti. Vazirlik va idoralarga topshiriq berilgan, hududlarga tushib tadbirkorlarning dardini eshityapti. Mana shu yerda faol ishtirok etish va takliflarni berishlarini so'rab qolgan bo'lardi. Farmonga e'tibor qiladigan bo'lsak, umumiy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish va savdo yo'nalishdagilari uchun ko'proq imtiyozlar ko'zda tutilgan. Ishlab chiqaruvchilar uchun qanaqa imtiyozlar? Qanaqadir hali katta yirik tadbirkorlik subyektiga o'tmagan kichik biznes subyekti, lekin ishlab chiqaruvchi. Kichik biznes subyektlari uchun ayrim bandlar to'g'ri keladi. Misol uchun kichik biznes subyektlari aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi bo'lsa, ularga ham 1 milliardlik chegara bor edi. Bularnikiga ham mana 5 milliard qildi. Ya'ni kichik tadbirkorlik subyektlarini barcha faoliyat turlari uchun ishlaydi. Demak, bu yerda aynan biz uchun emas ekan deb ishlab chiqaruvchilar demak xafa bo'lmasa ham bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, bu yerda mana qanday bog'lasa bo'ladi mana shu. Qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berilishi barcha tadbirkorlik subyektlari uchun. Mana yuqorida aytganimizdek, xavfni tahlil qilish mezonlari bo'yicha mana 500 millionlik chegara, 100 millionlik chegara, sayyor soliq auditi o'tkazilmasligi barcha tadbirkorlik subyektlari uchun. Yoki bo'lmasa yuqorida aytganimizdek 5 milliardlik chegarani aytdik. Shu qolganlari endi bu yerda savdo, umumovqatlanish va mehmonxona yo'nalishlari bular demak ko'proq murojaat qilgan. Demak, boshqa tadbirkorlik subyektlarida yoki muammo kam yoki ular kamroq murojaat qilgan. Agar kelajakda qanaqadir aytdim-ku, endi faolroq bo'lish kerak. Agar shu yo'nalishda qandaydir muammo bormi, murojaat qilish kerak. Mana yaqinda bo'lib o'tadigan ochiq muloqotda shu kiradigan bo'lsa, nima deydi, yil yakuniga qadar yangi yil arafasida yana bir katta yangiliklarni kutib qolamiz. Akbar aka, sizga yana ham bir yakunda bir fikr imkoniyat bersak, mana shu ekspert fikri degan rukunni yo'lga qo'ydik. Sizni ham tadbirkor, ham mutaxassis sifatidagi fikringiz bu rukun qanchalik bir foyda beradi? Aytaylik, oddiy kuzatuvchilarimizga yoki tadbirkorlarimizga. Maqsadimiz endi O'zmet loyihasi doirasida biron bir tadbirkorlarga foyda keltiradigan shunaqa bir ekspert fikri rukunini qo'ydikki, mana shu podkastimizni ham ko'rib, qanaqadir o'ziga bir manfaatli insightlarni olish maqsadida. Qodir aka, O'zmet loyihasini kuzatib boraman. Endi har bir inson bari yangilikka intiladi. Aynan ushbu ekspert fikri rukuni ham yaxshi joriy etildi. Sababi O'zmet loyihasini asosiy kuzatuvchilari tadbirkorlar. Tadbirkor u harakat qiladi, ma'lumotlarni birinchilardan eshitishdi. Aynan ushbu yangiliklarni o'sha o'zini sohasidagi mutaxassisini aytishi ularga yana bir ishonch bildiradi yoki bo'lmasa ko'pchilik qonunlar yoki farmonlar nima deydi, rasmiy tilda yoziladi. Bir-biriga bog'lashga ozroq qiyin bo'lishi mumkin. Lekin mana bu suhbatlashib, xalqchil tilda raqamlar bilan tushuntirib berilishi tadbirkorning ko'ngliga yaxshiroq yetib boradi yoki bo'lmasa qalbiga yaxshi o'tiradi. Ushbu rukunga omad tilayman. Kelgusi ekspertlarga ham omad.
asosiy maqsadimiz tadbirkorlarimizga yengilroq bo'lsin, tadbirkorlarimiz yaxshi rivojlansin va o'zimizni yurtimizni rivojlanishiga o'z hissasini qo'shsin tilab qolaman. Akobir aka, suhbat uchun katta rahmat. Tadbirkorlar uchun, bizni kuzatayotganlar uchun bir manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Albatta kommentariyalarda fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Shunga qarab yana faoliyat yo'nalishimizni tanlaymiz va kelgusi ekspert fikrida suhbatdoshimiz kim bo'lishini xohlaysiz, buni ham kommentariyalarda yozsalaringiz biz jamoa bilan kelishgan holda mana shunaqangi suhbatlarni tashkillashtirishga harakat qilamiz. Akobir aka, jamoamiz nomidan, bizni kuzatayotganlarimiz nomidan sizga minnatdorchiligimizni bildiraman. Taklif uchun sizlarga ham rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.